Bugungi kunda ijtimoiy sahifalarda o'zini baxtli qilib ko'rsatish juda asabga tegdi. Ey otaxonlar, uydagi onaxonlarga, o'g'il qizlarga tushuntiring. Voy, adajon, mana bu mashinani kalti beribsiz bo'ldi. Buni uydagilar ham sezmay qolsin, aka-ukalaringiz ham sezmay qolsin, uni mazasi boshqacha bo'ladi. Xo'p, beryapsiz. Biz ko'rishimiz shart emas. Qul huvallohu ahad. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi, u yagona zot. Yagona zot o'zi bilib turibdi, qalbdan o'tayotgan. Lekin bu boshqalarning asabiga tegyapti. Imkoniyati oddiyroq odam bo'lsa, ota aytayapti-da. Ha, ko'rdingmi? Falonchi anaqingni bolasi mashina olib beribdi. Falonchi uy olib beribdi onasiga. Umraga olib boribdi, hajga. Ey, azizlar, bu narsaga dinni aralashtirib, o'zini baxtli ko'rsatadi, lekin ichkaridagi hayotini o'zi biladi. Farzandingiz, oila a'zoyingiz uyga 4 ta non olib kelgan bo'ptimi? Alhamdulillah deb 2 rakat namoz o'qib, Yaratganga shukr qilib qo'ying. Bo'ldi, yetadi. Bu nimaga olib kelyapti desa, odamlar o'zidagi ne'matni kam sanashga olib kelyapti. Bu esa noshukrlik bo'ladi.